Hurmatli kanzonachilar, mana tovoqlardan boshlandi. Olish ma'qul ko'rdim. Bitta zal olish. Nima bo'ldi? Ikkovini zotini olib hojibom. Biga shuncha osh berdi. Mana Xudo xolasa nasib bo'lsa, mana bu nasib niyat qilgandi. Xudo xolasa nevaralarimni to'y qilsam, mana shu yilda qishda qilsam ko'pkani beraman, yozda qilsam kurash beraman dedi. Shu buvani shaniga bitta qarsa olinglar. Tamam. Endi mikrofon olishimdan maqsad og'aylar shu buvani haqqidan bir yurakdan duo qilamiz. Men bakovligim, men kurashga tushunmayman. Ko'pkavligim, bakovligim sifatiga nechta insonga Xudoyim taolodan duo so'rab farzand bo'ldi. Nechta yigitlar o'g'il farzandli bo'ldi. Niyat qilib mana shu kurash berdi, ko'pkani berdi. Ilohim, shu buvajonimizni Xudo xolasa umrlari uzoq bo'lsin. Rizqlari mo'l bo'lsin. Nasib bo'lsa mana shu kurajonni farzandini to'yida boshqash bo'lsin. Amin. Faqat yaxshi kunlarga to'ylarga chiqish nasib qilsin. Xudoyim taolo shu Sherbuva buvamizga Allohdan shifo bersin. Amin. Allohu akbar. Ana endi mana shu yigit, mana shuni olishayotgan palvonlarning hammasini ustozi. Hozirgi vaqtda ko'pkari chopayapti. Ismi Otamurod palvon. Otamurod palvonga bitta qarsamiz. Og'aylar, agar yuragingga o'ting bo'lsa, ko'pkarichimisan, palvonmisan, sayismisan, raismisan, mana shu Otamurod palvonni olishaman deganingga boshlang'ich zoti 1,500,000 so'm yana bir qolsa bo'lsa. Bormi yuragi o'tib borlar? Bormi? Agar olishaman degan yigitlar bo'lsa mana kelsin, 1,500,000 so'm boshlanish narxi. Kurashchi o'zi ko'plarga topgan. Sayis bo'lsa mayli, rais bo'lsa mayli.